Assalomu alaykum qadrli obunachilar va hurmatli kuzatuvchilar, bo'lajak obunachilar. Bugun sizlar bilan kursimizning ikkinchi darsini, ya'ni bepul darsimizning ikkinchi darsini boshlaymiz. Bugungi o'rganadigan mavzuyimiz tradingda savdo qilinadigan aktiv turlari bo'ladi. Demak, bugun bizga ko'rib chiqadigan savollar aktiv turlari va biz qaysi aktiv bilan savdo qilamiz, ya'ni qaysi aktivni savdo qilish joiz yoki nojoizligi haqida qisqacha va aniq tushunarli ko'rib chiqamiz. Demak, o'rtoqlar, biza fond bozoridagi birinchi aktivlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, turlari asosan ular 4 ga bo'linadi. Demak, birinchi eng asosiy aktivimiz va biz aynan mana shu aktivda savdo qilamiz. Bu aksiyalar, ya'ni ingliz tilida aytadigan bo'lsak, stocks. Qovuschada inglizcha terminini ham aytib o'taman, chunki tradingda asosiy terminlar va o'sha yangiliklarda chiqadigan so'zlar ingliz tilida bo'lgani uchun inglizcha so'zini ham ko'rsatib ketyapman. Bu aksiyalar kompaniyaning ma'lum bir ulushi miqdori hisoblanadi. Undan siz misol uchun Apple aksiyasi misol uchun umumiy 1 millionta chiqargan bo'lsa, siz undan bitta, ikkita sotib olib trade, ya'ni savdo qilishingiz mumkin va ana shu narx o'sishidan siz daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni ikkinchi narx o'sishidan tashqari, ya'ni ikkinchi daromad turi bu aksiyadan beriladigan dividend, ya'ni ba'zi kompaniyalar yiliga, misol uchun deylik, yiliga ma'lum bir aksiyani har bitta aksiya uchun qanchadir miqdorda o'sha daromad to'laydi. Tilim aylanmay qoldi. Xo'p, lekin ba'zi kompaniyalar bu dividendni umuman to'lamaydi. Shuni ham e'tiborga olinglar. Lekin biza eng asosiy daromad qiladigan joyimiz bu narx o'sishidan, chunki dividenddan olinadigan daromad juda ham oz. Va ikkinchi savdo ya'ni savdo qilinadigan aktiv turi bu obligatsiyalar, ya'ni bondni shunchaki qisqacha tushuntirib ketaman, chunki bu savdo turi bilan biz shug'ullanmaymiz. Bu qarz majburiyatlari, misol uchun AQSh obligatsiyalar, ya'ni qimmatli qog'ozlar chiqarib, uni boshqa davlatlarga sotish orqali ulardan pul oladi ma'lum bir muddatga, ya'ni qisqa va uzoq muddatli, o'rta muddatli obligatsiyalar bor. Shulardan ular pulini olib, ma'lum bir yilda qanchadir foizda ularga o'sha kapitaliga nisbatan foizda protsent ajratib turadi. Bu bizga kerak bo'lmagan savdo turi hisoblanadi. Va umuman qaraganda bu savdo turi bizga qadriyat jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Umuman savdo qilish tavsiya etilmaydi, chunki ko'rib turganingizdek foizdan daromad olinadi va ya'ni foiz deganda bu pul berish evaziga siz foiz olasiz. Ya'ni bu trade emas, bu umuman boshqa narsa. ETFlar, bu ETFni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, ma'lum bitta savatni siz unga misol uchun har xil mevalardan olasiz, apelsin, banan, anor va hokazolarni terib turib, hammasini siz savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni bitta dona anorni olib savdo qilmaysizda, o'sha har xil turidan bitta savatga to'planganini siz savdo qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ularni har xil turlari bor. Misol uchun sektoriga qarab, ya'ni qaysi sanoat turi dividend bermasligi, ularni o'sha kompaniyalarni katta mega cap, ya'ni market kapitalizatsiyasi katta bo'lgan, kam bo'lgan turlarga qarab ETFlar ajratilgan bo'ladi. ETFlarni ham joiz yoki nojoizlari bor. Shularni ham e'tiborga olib savdo qilinadi. Va bu to'rtinchisi bu derivativlar, ya'ni ma'lum bitta aktiv va qiymatiga bog'langan instrument turi, ya'ni deylik oltin, kumush, neft va hokazo, mana shu kabi xomashyo materiallarini narxiga bog'langan instrument. Ya'ni bunga futures optionlar kiradi. Bu haqda batafsil to'xtalib o'tmayman, chunki bu savdo turi ham bizani qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Faqatgina biz asosan aksiyalar bilan ishlaymiz va ETFlar bilan. Ularni ham hozir slayd, ya'ni mavzu oxirida tushuntirib o'taman. Va fond bozoriga kirmaydigan alternativ, ya'ni muqobil aktiv turlari ham bor. Bularga kriptovalyutalar, bu raqamli o'sha valyuta hisoblanadi va bunda lekin juda ham katta risk va yuqori o'sha narxda tebranuvchanlik bor. Bu savdo turi ham hozirgi kunda tavsiya etilmaydi, chunki aniq bitta javob yo'q. Ulamolar tomonidan berilgan ko'pchiligi nojoiz edi. Shuning uchun bu savdo turini ham
hozircha tavsiya etilmaydi. Va keyingisi bu valyuta forex bozori. Bu valyuta juftliklari, rubl dollar, yevro rubl va hokazo, mana shularning kursini o'zgarishiga bo'lgan savdo turi hisoblanadi. Bu savdo turi ham umuman to'g'ri kelmaydigan savdo turi hisoblanadi. Chunki bunda faqatgina siz hech qanaqangi aktivni qo'lga olmasdan shunchaki narxi tepaga chiqish yoki tushishligiga savdo qilinadi. Aksiya bozorida esa spot degan savdo yo'nalishi bor. Unda spot degani bu siz haqiqiy aktivni qo'lingizga olib, ya'ni qo'lingizga olasiz deganda bu o'sha elektron versiyasini spot, ya'ni hamyoningizga deylik, hamyoningizga olib, unda siz uni egalik huquqiga ega bo'lasiz. Qolganlarida deylik obligatsiya, derivativlarda siz shunchaki narxi o'zgarishiga savdo qilasiz. Unda hech qanaqa sizga aktiv yoki egalik huquqi berilmaydi. Shuning uchun bu savdo turlari hozirchalik emas, umuman olganda joiz emas. Kriptovalyutalarda ham lekin spot turi bor, lekin hali ulamolar tomonidan aniq bir javob berilmagani uchun hozircha tavsiya etilmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fond bozoridagi asosiy aktivlar aksiya, obligatsiya, ETF va derivativlar, muqobillari esa kriptovalyuta va forex bozori hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, biz faqatgina halol aksiya va ETFlar bilan savdo qilamiz. Bugungi o'rgangan mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Agar mavzu qiziq bo'lgan bo'lsa, qat'iyadir tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldiring, like bosib, kanalimga obuna bo'ling, chunki hali siz oldinda juda ham qiziqarli va sodda qilib tushuntirilgan mavzular, bepul trading kursi kutib turibdi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.